Bugun Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziq Lakaberdiyevdan intervyu olish uchun Qarshiga kelganmiz. Qara, to'pni yo'qotyapsan-da, to'pni to'xtab qolyapsan. Bor qilgin, ataka boshlamasin ular. 2025-yilgi mavsumni Nasaf uchun proval desak bo'ladimi? Futbolchilarning jamoaga juda katta foydasi tegdi. Endi faoliyatini qayerda olib borish ularning o'z ixtiyorida bo'ladi. Ur, keyin mayli to'xtatamiz. Siz aytganingizdek, futbolimiz bora zerikarli ham bo'lib qolishi mumkin-da. Ko'rib turib, chempionlik vazifasi qo'yilganmidi bu mavsum? 3 ta o'yinchi qo'shaylik shu sostavga. Biz chempionlik uchun bemalol harakat qilamiz. Paxtakor qanchalik harakat qilmasa ham bizda imkoniyat bo'ladi dedik. Yo'q, bu narsa amalga oshmadi-da, qarang. O'shanda o'yinchilarimiz yiqilib o'tib ketdi. Siz o'z haqiqatlaringizni aytganingizda futbolda nimalar o'zgarib ketadi? O'sha yaxshi futboldan ham, chiroyli futboldan ham oldin ham bu gapimni aytdim-da. Kechib boryapti-da. O'sha uchun natija uchun hamma narsaga borishyapti. Qachondir Nasafdan ketish haqida o'ylagansiz va uni qanaqa tasavvur qilasiz? Assalomu alaykum Qobuljonov YouTube kanali kuzatuvchilari. Bizda navbatdagi katta intervyu. Bugun Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziq Lakaberdiyevdan intervyu olish uchun Qarshiga kelganmiz. Assalomu alaykum Ro'ziq aka. Alaykum assalom, xush kelibsizlar. Taklifimizga yo'q demasdan rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa chiroyli intervyu bo'ladi va muxlislarni hammasini qiziqtirgan savollariga javob olib ketamiz nasib. Xudo xolasa. Ro'ziq aka, birinchi shu yakunlangan mavsum haqida boshlaymiz. To'g'ri, mavsum boshlanishi yaxshi o'tdi, lekin oxiri kutilgandek bo'lmadi. Nasaf muxlislari uchun, o'zinglar uchun ham 2025-yilgi mavsumni Nasaf uchun proval desak bo'ladimi? Yo'q, proval deb bo'lmaydi. Chunki biz medal qo'lga kiritdik, kubok yutdik. O'sha uchun proval demagan bo'lardim. Lekin oldimizga katta maqsadlar qo'ygan edik bu yil ham. Endi o'tgan yilgi chempionligimizni himoya qilish maqsadi edi. Biz birinchi davrani mavsumning boshini bir tekis o'tkazdik, lekin mavsumning oxiriga kelib bir nechta sabablari bor. Buni albatta bir tekis barqaror o'tkazolmadik va oxirida chempionlikni o'sha himoya qila olmadik. Bu albatta achinarli. Lekin provalni degan sezon albatta siz hech nimadan quruq qolsangiz, bu endi provalni o'sha umuman yomon mavsum o'tkazdik degan bo'lardik-da. O'sha uchun hozir biz jamoamizni darajasini shuncha ko'rsatganimiz shuni ko'rsatyaptiki, biz o'sha kubokni qo'lga kiritmasak yoki chempionlikni qo'lga kiritmasak, biz uchun provalday bo'lib qoldi-da. Unaqa demagan bo'lardim. Albatta bir nechta sababi bor deb aytmoqchiman hozir. Birinchidan biz ikkinchi davraga kelib asosiy futbolchilarimizdan biri bo'lgan Akmalni transfer qilib yubordik. Biz uni pozitsiyasini yopish uchun legioner taklif qiluvdik. U mashg'ulotlarga kelib jarohat oldi, uni ham yopa olmadik. Uni o'rniga Murod Rahmatovni biz tayyorlagan edik. Yaxshi o'yinlarga yordami tegayotgandi. U ham jarohat olgandan keyin bu markazdagi muammolarimiz juda ham ko'payib ketdi. Bundan tashqari o'sha mavsumning oxiriga kelib bu Liga Chempionov o'yinlari boshlangandan keyin o'yinchilar shunchalik tig'iz bo'lib ketdiki, bu o'yinlarning ham hammasi-chi, o'tkinchi o'yin emas edi-da. Ligadagi o'yinlar, endi uchish, qaytish, hamma narsasini hisobga olsak, undan tashqari chempionat o'yinlarimiz ham biz eng o'sha yuqoridagi o'rinlardagi o'yinchi jamoalar bilan o'ynashga to'g'ri keldi. O'sha uchun biz uchun o'sha davr juda ham og'ir keldi-da. Yigitlar shunchalik toliqishdiki, charchashdiki, dam berishda ba'zida o'ylaganimizda ham FIFA kunlarida ba'zi o'sha terma jamoalarga ketishga majbur bo'lishdi. O'sha uchun o'sha period, o'sha davr kelib bizga uchun juda ham og'ir keldi. Yigitlarning holatini ko'rib o'zim bilardim. Chunki murabbiyman, har kun ular bilan birga ishlayapmiz. Ularga o'sha paytlarda pauza ko'proq kerak bo'lardi. Lekin bu narsa bo'lmadi. O'sha uchun mana shu narsalar menimcha ko'p ta'sir qildi deb o'ylayman. Jarohatlar bo'ldi. Albatta biz ikkinchi davrada seleksiya ishlarini balki o'sha olgan o'yinchilarimiz biz kutgan narsani bermadi. Biz ularni o'sha raqobatni kuchaytirish uchun, mana shu o'yinimizda ko'p o'yinlarda rotatsiya qilishimiz uchun imkoniyat bo'lishi uchun ularni taklif qilgan edik. Afsuski bular ham biz kutgandek bo'lmadi. O'sha uchun mana shu sabablarni birinchi o'rinda ko'rsatishim mumkin. Shunga qaramasdan aytib o'tishim kerak, mana shu yigitlar har bir o'yinga chiqib
ko'p mag'lubiyatga uchradik ligada o'yinlarida, chempionatda oxirgi o'yinlarida. Lekin har bir o'yinga chiqib borini berib harakat qilishdi. Chunki ular ham o'zlarining ham maqsadi shu edi. Biz tushunardik, muxlislarimiz bizadan shu narsani kutyapti, chunki bu narsaga ko'nikkan edi o'sha muxlislar. O'sha uchun mavsumning oxiri biz uchun o'sha aytganingizdek juda omadsiz keldi deb bemalol aytish kerak. Bu narsa biz chempionlikka yaqin edik, lekin buni qo'ldan boy berdik. Hozir har bittasi yana chuqur kirib chiqamiz seleksiya boshqa transferlarga. Aytib o'tdingiz, biz o'rgatib qo'ydik deb. Haqiqatda o'rgatib qo'ydingiz-da siz yaxshi natijalar bilan. Yaqinda podkastda bir muxlis savol berdi. Ro'ziqul Berdiyevga 15 yil vaqt berdi, lekin bitta chempionlik bo'ldi. Bu natijaga qoniqsa bo'ladimi degan fikrni berdi bizga. O'shunda aytib o'tdik. Lekin 15 yil bo'lsa ham Nasafda qachon chempionlik uchun zadacha qo'yildi. O'tgan mavsum menimcha rasman qo'yildi. Bu yil chempion bo'lish kerak deb. Undan avvalgi mavsumlarda baribir jamoa chempionlikka tayyor emas edi-da. Bu yil mavsum boshida o'sha yana qo'yildimi? Qo'yilganmidi? Ko'rdi rahbariyat misol Neftchini qanaqa kuchayotganini ko'rib turib, chempionlik vazifasi qo'yilganmidi bu mavsum? Balki to'g'ri, qaysidir ma'noda to'g'ri savol ham bergandir, lekin bir narsani e'tibor qilish kerak. Faqat chempionlik emas, biz mana shu oxirgi 12-15 yilda orasida, 15 yilmi, 14 yil orasida biz 14 yil. 9 tami 10 ta kubok yutdik-da. Bu ham juda katta natija-yu, faqat bir chempionlik emas. Menimcha 12-15 yilda Atletika ham bir marta chempion bo'ldi, menimcha. Shunaqa bitta bo'ldi. Shuna bir marta bo'ldi-da. O'sha uchun bu menimcha bu narsalarni esdan chiqarmaslik kerak. Bu 10 ta kubok undan oldingi davrlarda Nasafda umuman yaqin ham bormaganmiz-da. Men o'ylayman, bemalol aytib olaman, Nasaf jamoamiz uchun, biz uchun bu juda katta yutuq. 4 marta super kubokda, 4 marta kubokda qo'lga kiritish, chempionlikda qo'lga kiritish. O'sha uchun bu bemalol faxrlanib aytaman, yaxshi davrda o'tkazdik biz, yaxshi davrda o'tkazdik. Bu yil ham oldimizda o'sha himoya qilish maqsadi qo'yilgan edi, barcha sharoitlar yaratilgan edi-yu. Lekin ta'kidlashim kerak, o'tgan yilgiga nisbatan bu yil baribir o'sha shashtimiz o'tgan yilgidek emas edi. Buni o'sha olaylik Akmalni transfer qilishimizdan ham bilsak bo'ladi. Bizga bu narsa juda ham muhim edi, Akmal. O'sha uchun biz yigitlarga ko'piga chempion bo'lgandan keyin yigitlarga aytgan edik, agar yaxshi takliflar bo'lsa, albatta jamoa sizlar tarafda bo'ladi. Sizlarning qarorlaringizni hurmat qilib, o'sha uchun Akmalni qo'yib yubordik. Bu ham jamoamiz uchun katta o'sha yo'qotishlardan biri edi. Yana nima deyish mumkin? Muxlislar endi bilasizlar, muxlislar bular har doim haq bo'ladi. Ular har doim o'sha yuqori maqsadlarni ko'zlab harakat qiladi. Hech qachon yutqizishni xohlamaydi. Kerak bo'lsa 3 marta podriyat chempion bo'lishingizni kutadi. Bu narsa oson bo'lmasa ham, lekin shu narsani kutadi. Biz ularni bizdan o'sha xafa bo'lganini yoki ularni biz mana shu mavsum bilan ko'ngildagidek o'tkazmaganimiz, ularni bu ranjigani to'g'ri holat. Bu yilga kelib, to'g'risini hammamiz bilamiz, Neftchi jamoasini tashabbusi, olib borgan siyosati barcha boshqalarga nisbatan haqiqatda o'sha yuqoriroq edi. Buni haqiqatda tan olishimiz kerak. Ularni olib borgan seleksiyasi, yaratiladigan sharoitlari, futbolchilarning tarkibini oladigan bo'lsak, haqiqatda ular o'sha maqsadi yuqoriligini, o'sha rejasi borligini albatta bu amalda ham ko'rsatishdi. Menimcha boshqa jamoalarga nisbatan ular barqaror bo'lib, chempionlikka erishdi deb o'ylayman. Bu haqli bo'ldi deb o'ylayman. Bu mavsumda ham, o'tgan mavsum ham shunaqa bo'lgandi, lekin yakunda Superligada chempion bo'ladilar, kubokdan erta chiqib ketish. Bu mavsum ham jamoa kubokdan erta chiqib ketdi, biroq yakun boshqacha bo'ldi. O'tgan mavsum chempionlik, bu yil chempionlik boy berildi va qaysidir ma'noda elit ligada ham rotatsiya qildingiz ko'proq. Baribir fokus Superligaga qaratilib turgandek bo'ldi-da. Baribir tanlov qilishingiz kerak-da, o'sha davrga kelib qarang. Agar biz kubokka ham o'sha davom ettirganimizda yurishimizda. Tasavvur qiling, o'sha kubokga 3 ta musobaqada hammasi shu katta o'yinlarga e'tibor qaratish kerak bo'lardi. Bu yerda bundan ham yomon holatga tushishimiz mumkin edi. O'sha uchun biz kubokni qurbon qildik deb bo'lmaymiz. Kubokda endi o'sha jamoalar, yaxshi jamoalar bizga
guruhda tushib qolgani uchun chiqolmadik. Bu Paxtakor, AGMK jamoalari bizning guruhimizda edi. O'sha uchun asosiy e'tiborimiz yana o'sha chempionlikni himoya qilish deb yigitlar bilan kelishgan edik-ku, lekin afsus bu o'xshamadi. Endi sabablarni ko'rsatib o'tdik. Bu oson emas. Bu turnirda men oldinroq 2 oy oldin bu haqida gapirgan edim. Ligani boshlaganimizda gapirgan edim. Agar bu turnirda 2 turnirda ham yaxshiroq natijani ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, tarkibimiz haqiqatda juda kuchli o'yinchilarga ega bo'lishingiz kerak, jarohatsiz bo'lish kerak, yo'qotishsiz bo'lish kerak. O'shandagina qaysidir ma'noda bu o'sha turnirlarda yaxshiroq qatnashishingiz mumkin. Hozir ligaga o'tdik. Ligadagi o'yinlar biz to'g'ri tan olishimiz kerak. Biz ularni mag'lubiyatga uchratish uchun mahoratimiz ham, kuchimiz ham yetmadi ba'zi bir o'yinlarda. Imkoniyatimiz ham yetmadi. Buni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Qanaqa raqiblarga qarshi o'ynaganimiz. Ustiga ustak bizga o'sha kalendar ham shunaqa tushdiki, eng kuchli jamoalar bizga qarshi to'g'ri kelib qoldi. Buyoqdagi vazifamiz edi. Superligada ham eng kuchlilar shu mavsum oxiriga yig'ilib qolgan. O'sha paytga kelib qoldi. Bu AGMK, Navbahor, bilasizlar, Dinamo, Paxtakor jamoalari bilan AGMK jamoasi bilan Bunyodkorda safardagi o'yinimiz. O'sha o'yinlar barchasi menimcha ta'sir qildi deb o'ylayman. Yana bir narsani aytish kerak. Bizlarni o'sha chempionlikka Bunyodkordagi ochko yo'qotishimiz raqiblarimizga katta ta'sir qildi. Ularga ruhiy tarafdan, bizga ruhiy tarafdan ta'sir qildi, yomon ta'sir qildi. Agar o'sha o'yinda balki yutganimizda AGMK ya Navbahor jamoasini bittasiga mag'lub bo'lsak ham, ikkinchisini yutsak, ancha ochkomiz yaxshi holatga kelgan bo'lardi. O'sha uchun shunaqa davr, shunaqa periodlar bo'ldi. Bizdan juda katta kuch talab qilinardi. O'sha yerda biz o'sha kuchimiz yetmay qoldi. O'sha mavsum yakunlarida matbuot anjumanida aytgan gapingiz ham ancha shoh-shuv bo'ldi. Neftchi haqida aytganingiz, keyinchalik undan keyingi o'yindan keyin matbuot anjumanida muxlislar haqida aytganingiz, bu chindan ham muxlislar haqidamidi? O'sha yerda qarang, biz AGMKda hozir yana bir endi bu savolga javob berib o'tdim, o'zi buni qaytarishim shart emas. Aytib o'tganim, AGMK bilan o'ynayapmiz. Bir 3000 ga yaqin neftchi muxlislari bor edi-da. Biz orqamizda ham o'tirib, neftchi deb baqirib, neftchi chempion deb bizni rosa ana qilishdi endi. O'sha uchun o'sha temani gaplashib, qaranglar, qo'llab kelyapti. O'zini o'yini bo'lmasa ham, o'yini bo'lmasa ham bizga qarshi AGMKga valid qilyapti deb gaplashib, o'sha press konferensiyaga keldik. O'sha narsalar nazarda tutilgan edi. Bu yerda bir har xil tushunishdi-yu, bu yerda bir yomon niyat yoki yomon bir narsa yo'q edi. O'sha uchun o'sha yerda aytib o'tdim, men har bir jamoani mehnatini qadrlaymiz, hurmat qilamiz. Muxlislarni ham albatta. Xo'p, muxlislar haqida gap ketarkan, Nasaf o'z tarixida ilk bor chempionlikka erishdi o'tgan mavsum. Undan oldinroqqa qaytadigan bo'lsak, Nasafning markaziy stadion to'lar edi-da ba'zan. Lekin chempionlikka erishilgan mavsumda ham va undan keyingi mavsumda ham Nasaf stadionida muxlislar soni keskin kamayib ketib qoldi. Bizni o'ylantiradigan narsadan biri shu, chunki oldin bizni muxlislarimiz o'sha tashrifi eng ko'plardan biri bo'lib turardi. Lekin chempion bo'lganimizdan keyin shu narsaga o'zimiz ham amin bo'ldik. Bu narsa haqida ko'p ishlashga ham harakat qildik jamoamiz ichida. Lekin baribir ko'paytira olmadik. Chempion bo'lgandan keyin balki o'sha qiziqish kamaygandir muxlislarimizda ham. Даже Al-Hilol kelganda ham biz to'liq stadionni to'ldira olmadik. To'ldirmas edi. Menimcha to'lmadi-chi. O'sha uchun bu haqida rahbariyatimiz ham, klub rahbariyati ham bosh qotiryapti. Albatta muxlislarimizni qaytarishimiz kerak. Chunki o'zimga ham ba'zi bir joylarda shunaqa savol berishdiki, birinchi o'rinda jamoalaring nima muxlislaring kam kiryapti degan savollarni ham berishdi-da. Bu muxlislarni ham tushunish kerak. Bizda Qarshi shahri da kam o'sha muxlislar istiqomat qiladi desak bo'ladi. Rayonlar Qarshi shahridan anchagina uzoqda joylashganda. Ularning o'zida ham jamoalar bor, misol Mashal, Sho'rtan. Jamoalar endi hozir tumanlarimiz ko'p-ku. Ular kelish uchun 100 kilometr, 120 kilometr yurib kelish kerak. Balki qayerdadir. Lekin aytib o'tishimiz kerak,
o'sha katta o'yinlarimiz bo'lganda muxlislarimiz anchagina yig'ilishadi, bizni yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Shunaqa. Avvallari shu Nasaf chempion bo'lishdan oldin futbolchilar bu his qilib ko'rmagan, shuning uchun qiyin bo'ladi. Nima deydi, chempion bo'lgan futbolchilar tarkibda kam deyilardi. Nasaf chempion bo'ldi, lekin bu yilgi mavsumda ko'plab yetakchi futbolchilarni formasida pasayish kuzatilgandek bo'ldi-da. Bu nima bilan bog'liq? Ya'ni o'sha boya aytdingiz-ku, muxlislarni aytdingiz-ku, kelmay qo'ygan sababi biroz katta g'alabalarga to'yib qoldi. Futbolchilarda ham shu narsa sezilmadimi mavsum davomida? Bo'ldi bu narsa. O'zimiz ham sezdik. Bu haqida futbolchilarni o'ziga ham ta'kidladik. Chunki yigitlar biz so'ragan darajada bo'lmagandan keyin bu narsa albatta ko'rinadi. Lekin har kuni mashg'ulot olib borganingizda ham bu narsaga ayon bo'lasizki, futbolchi o'ziga bo'lgan e'tiborni, futbolga bo'lgan e'tiborni pasaytirgani sezilib turadi. Bu o'yinlarimizda ham ko'rindi. Lekin har doim yigitlarga aytamiz, darajani tushirmaslik kerak. O'sha mashg'ulotlarni maksimal harakat qilib, o'yinlarda borini berib o'ynash kerak bo'ladi. Bu narsa ham balki bu yilgi o'sha himoya qila olmaganimizga ta'sir qilgani bordir. Bu ham bir sabablardan biri bo'lishi kerak. O'sha uchun o'zi futboldachi shunaqa narsa bor. Bu nafaqat bizda, men misol keltirishim mumkin. O'tgan yilimi, undan oldingi yili Alayn jamoasini ko'rsatgan o'yinlari butun Osiyoni larzaga keltirdi. Chempion bo'lgan. Keyingi yili ko'rdinglar, umuman jamoa chempionatida ham, ligada ham oxirgi o'rinlarda yurdi. Yoki olaylik, Liverpool jamoasida ham bu narsa kuzatilyapti. Bu futbolda bo'ladigan narsa. Agar bir narsaga erishsangiz, albatta ozgina bo'lsa ham o'zingizga bo'shashga imkon berasiz-da, baribir, to'g'rimi? O'sha uchun bu ruhiy tarafdan ham o'sha ishingizga bo'lgan ishtiyoq ham so'nganidan dalolat bo'lib turadi ba'zida. Buni yechimi vaqtida o'shalarni qo'yib yuborishmi? Bu juda ham og'ir narsa. Bu uchun shunchalik ruhiy ta'sir qilishingiz kerakki, o'sha futbolchiga bu narsani juda ham qiyin narsa. Siz gapirishingiz mumkin, qabul qilishi mumkin, lekin ichida baribir bo'shashgani sezilib turadi bu narsa. Bu ruhiyatga ko'proq bog'liq. Avvalo futbolchi yoki o'sha o'z ishingizda bir narsaga erishsangiz hamchi, qachon o'sha darajani ushlab turasiz. O'sha ishingizni yaxshiroq sevsangiz, o'shanga yaxshiroq e'tibor qaratsangiz, darajangizni ushlab turaverasiz-da. Lekin ba'zida sportda bu narsa bo'lib turadi. Sportchi agar katta yutuqqa erishsa, ozgina orqaga bo'ladi ishlari ba'zida. Keyingi savol Dragan Cheran haqida. Dragan Cheran Nasafga taklif qilinganda ancha foydali transfer bo'ldi. O'rtada to'pni ushlab turadi, hujumchiga kerakli paytda markaziy hujumchiga aylana oladi dedi. Mavsum boshida shunaqa fikrda edi hamma, lekin mavsum oxiriga borib Cheran Nasafda ortiqcha degan fikrlar ham yangray boshladi. Umuman Cheranni Nasafga qaytarish haqidagi fikr. Natija bo'lmagandan keyin qayerdadir o'sha sabablarni axtaradi ko'pchiliklar. Bu muhokamada bo'ladigan narsa. Lekin bir narsani men bemalol ishontirib aytaman, bu o'zimning fikrim. Cheranday darajadagi futbolchi O'zbekistonda kamdan kam keldi. Kelishiga ham bilmadim bu darajadagi. Chunki Paxtakordagi faoliyati, bizdagi faoliyati bilan bu futbolchi o'zini kimligini ko'rsatib qo'ydi. 5 yil bir darajada o'sha bombardier bo'lib turib eng yaxshi futbolchi bo'lish bu har kimga emas. Futbolchilar buni yoki o'sha murabbiylar, futbol mutaxassislari uni mahoratini hamma yaxshi biladi. O'sha uchun uni mahoratiga, o'sha yetakchilik qobiliyatiga men bilganim uchun jamoaga taklif qilganim. U jamoaga men o'sha yordami tegmadi demagan bo'lardim. Har bir o'yinda borini berib o'ynadi. Natija oxirida bo'lmagandan keyin albatta bu narsa o'sha savollar ko'payishi tabiiy edi bu narsa. O'sha uchun Dragan qaysi bir jamoaga o'ynamasin, legionerlar aytib o'tishimiz kerak. O'sha legionerlar taklif qilinadi-yu jamoalarga. Kamdan kam futbolchi bo'ladi, borini berib o'ynaydiganda. Borini berib. Endi legionerlar bilasizlar, o'sha oilasini boqish uchun, yaxshi pul topish uchun keladi. Kelishini asosiy sababi o'zi shu-da. Asosiy sababi shu. Ba'zida shunaqalari ham uchraydi, o'sha jamoa uchun yurakdan borini berib o'ynamaydi.
lekin Dragonda hech qayerda Paxtakorda o'ynaganda ham, bu yerda o'ynaganda ham u narsani sezmadik. Chunki futbolchilar ham uni bilardi. To'g'ri, qayerdadir tezligi, o'sha jismoniy holati talabga javob bermagandir, lekin unaqa mahorat, unaqa texnikaga ega futbolchi O'zbekistonda juda ham kam deb bilaman. Yana yuqoridagi gaplarga qaytamiz. Ya'ni o'sha o'tgan yilga qaraganda baribir biroz pastroq edi shashtimizdan boshqa rahbariyat tomonidan ham shu narsa sezilib turgandek bo'ldi. Nimaga? Mavsum yakunlanmasidan turib, jamoaning ikkita futbolchisi, ikkita yetakchisi Sherzod Nasrullayev va Oybek Bozorov Paxtakor a'zosiga aylandi. O'zi umuman bu mumkin, ya'ni 6 oy shartnomasi qolganda boshqa jamoa bilan muzokara o'tkazish mumkin, lekin jamoa ham ular bilan muzokara o'tkazib, shartnomani yangilasa bo'lardi. Baribir ular ikkita yetakchi futbolchi agar transfer qiladigan bo'lsa ham, keyinchalik mayli katta summa bo'lmasa, Akmal Mazgavoydaqa pul ishlab olish mumkin edi kamida. Lekin ular tekinga qo'yib biz o'tgan yil chempion bo'lganimizdan keyin rahbariyatimiz futbolda tushungan insonlar, o'sha uchun jamoamiz o'sha stabil bo'lib kelyapti, o'sha insonlarning qiziqishi bilan. O'tgan yil chempion bo'lganimizdan keyin yigitlarga o'zlariga ham ta'kidlagan edi. Biz uchun hamma narsa qilib berdinglar. Hamma narsani yutib berdinglar. Agar sizlarga yaxshi takliflar bo'lsa, biz qarshilik ko'rsatmaymiz degan joylari bor. O'sha uchun oxirgi bu yilga kelib o'sha futbolchilarni o'z ixtiyorida edi. Jamoada qolish yoki qayergadir. Ular faoliyatini boshqa jamoaga olib bormoqchimi? Bunga jamoa rahbariyati hech qanaqa qarshilik ko'rsatmadi. O'sha uchun bular o'sha ofitsialni chiqmadi-yu, oldinroq gaplashgan ekan. Biz ham chaqirib suhbatlashganimizda o'zgartirishga bir o'zini boshqa jamoada sinab ko'rishni aytdi. Biz klub hech qanaqa qarshilik ko'rsatgani yo'q. O'sha uchun biz ularni o'sha boshqa jamoada faoliyat olib borsa ham, bu narsa amalga oshsa ham har doim omad tilaymiz. Nasafda bilasizlar, ko'p o'yinchilar tark etgan joylari bor, yaxshi o'yinchilar o'rnini har doim to'ldirishga harakat qilgan. Yana bilasizmi, futbolda shunaqa narsa bor. Qaysidir yetakchingiz agar jamoani tark etsa, qaysidir futbolchi ochilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu juda ham yaxshi narsa-da, bu narsada ko'p kuzatilgan narsa bor. Mana olaylik, Akmal ketgandan keyin qarang, kimdir jarohat oldida, o'rtada Bahromov paydo bo'lib qoldi-da. O'sha uchun erta Sherzod Nasrullayev ham o'rniga kimdir chiqib qolsa, bu albatta jamoa uchun foydali narsa bo'ladi. O'sha uchun qayerdadirki o'sha kimdir jamoani tark etadigan bo'lsa, albatta o'rniga kim bilandir to'ldirish yoki yosh bilan to'ldirsak, bu yana ham yaxshiroq bo'ladi. O'sha uchun bu yilgi o'sha maqsadlarimizdan ham biri bo'lishi mumkin. Ya'ni jamoa rahbariyati buni albatta ularni qarori bo'ladi. Agar yoshlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yaxshi yoshlarimiz bor, ularga e'tibor qaratiladi. O'sha uchun qaysidir o'yinchini ketishi kimgadir yaxshilik tarafdan o'sha rol o'ynab ketishi mumkin. Endi savolning ikkinchi qismida Ashad baribir so'nggi yillarda Nasaf Paxtakor qarama-qarshiligi bu eng top darajadagi bo'lib turgan qarama-qarshilikda Superligamizda ashaddiy raqibga tekinga ketishi. Endi shartnomasi tugayapti-yu, endi biz ham juda ham xohlardik o'sha chetda faoliyatini olib borishini. Lekin ba'zi bir futbolchilar mahalliy jamoalarga ham o'tishga qaror qilyapti. Endi boya aytib o'tdim, klub bunga qarshilik ko'rsatmadi, chunki klubda o'zi ularga va'da bergan edi. Agar boshqa jamoaga o'zgartirmoqchi bo'lsanglar ham bunga biz qarshilik ko'rsatmaymiz. Chunki u futbolchilarning jamoaga juda katta foydasi tegdi. Endi faoliyatini qayerda olib borish ularni o'z ixtiyorida bo'ladi. Keyingi savol Abduvohid Ne'matov haqida. Abduvohid Ne'matov qanaqa potensialga egaligi, qanaqa darajadagi darvozabonligini butun O'zbekiston biladi, lekin bu yil o'sha Superliga o'yinlari va Elit ligada mavsum oxirrog'iga borib qanaqadir pasayish kuzatilgan, bu kayfiyatsizlikmi, bu ruhiy holat bilan bog'liqmi yoki o'sha raqobatchi yo'qligi bilan bog'liqmi tarkibda Abduvohidga? Bu narsa ham ta'sir qiladi, raqobatda yo'qligi ham ta'sir qiladi, lekin bilasizmi, o'sha ligadagi o'sha birinchi o'yindagi o'sha xatosidan keyin bu narsa takrorlanaverdi har o'yin. Lekin biz vaqtni yaxshi bilamiz, uni qanchalik kuchli darvozabonligini, o'sha uchun ishonishda unga davom etdik. Lekin futbolda bo'ladi shunaqa narsa, bir xato qilsangiz bu narsa takrorlanib qolishi mumkin. Biz vaqtga o'sha raqobatdosh bo'ladi deb ikkinchi darvozabon sifatida biz Varavini taklif qilgan edik.
uni ham yomon darvozabon emas deb demagan bo'lardim. Chunki biz Turkiyadagi yig'inlarda uni imkoniyatlarini chamalab olgan edik. Lekin shunaqa bo'ldiki, o'sha qo'ygan o'yinlarda kuchli o'yinlarga to'g'ri kelib qoldi. Ba'zida bizga o'yinlarda ko'p yordami tegmadi. O'sha uchun bu raqobatda ham yo'qligi, o'sha xatolarni ketma-ketligi, ozgina ruhiy tayyorgarligi ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Lekin umumiy oladigan bo'lsak, vaqt yomon sezon o'tkazmadi. O'sha biz mavsumning oxirini hisobga olmasak, ungacha juda stabillik ko'rsatib kelayotdi vaqt. Terma jamoada ham o'yinlarda ko'rdinglar, vaqt shunchalik o'ziga ishonchi yaxshiligini, ruhiy tarafdan kuchliligini ko'rsatdiki, bu yerdagi xatolarini terma jamoa o'yinlarida xato qilgani yo'q. Agar bu narsa o'shanga ham ta'sir qilganida biz vaqtni bilardik, u ruhiy tarafdan kuchsiz darvozabonligini. O'sha uchun o'ziga kuch topib oldi. O'sha terma jamoa o'yinlariga borib bemalol o'zini o'yinni jamoaga yordamini berib turdi. Odatda jamoalarda o'sha jismoniy holatini yaxshilash uchun ko'proq chet eldan mutaxassislar taklif qilinadi. Hozir aytib o'tdingiz, mavsum oxiriga borib jismoniy holatimiz ham pasayib ketdi deb, kelajakda o'sha xorijdan mutaxassis jalb etish varianti yo'qmi? Yo'q, bizda jismoniy tayyorgarligimiz bo'yicha yaxshi murabbiyimiz bor, unga ishonamiz. Bu yerda hech kim hech qanaqa yordam bera olmasdi. Bu darajadagi o'sha o'yinlarni yaqinligida. Biz o'sha o'yinlarda o'tkazganimizdan keyin jismoniy tayyorgarlik emas, faqat ularni tiklanishiga e'tibor qaratishga majbur bo'ldik. Biz shunaqa o'yinlar bo'ldiki, o'yinni o'ynaganimizdan keyin 3 kundan keyin o'ynashimiz kerak. Umuman hech qanaqa nagruzka bermadik. Faqat boyaga aytganimizdek o'sha emotsional o'yinlar, o'sha kayfiyatni ko'tarish, ozgina taktik yo'nalishlarni berardik, bo'ldi. Chiqib yana o'ynashimiz kerak edi. Faqat tiklanishga e'tibor qaratishimiz kerak edi. Chunki Vizda o'ynagan o'yinlarimiz qarang, ertasi kuni uchasiz, Qarshiga yetib kelishingizga ham o'sha 2 kun ketib qoladi. Agar Chempionlar Ligasiga borish kerak bo'lsa, Toshkentga borib, Toshkentdan keyin uchib. Ha, shunaqa bo'ldi. Toshkentga boramiz, uchib boramiz, keyin yana 4 kundan keyin o'ynashimiz kerak. Yurib kelishimizga yana 2 kun ketadi. Kelamiz, 1 kun bu yerda o'sha tiklanamiz, ertasiga indinga yana o'ynashimiz kerak bo'ladi. Shunaqa holatlarga ko'p tushdik. Bu oson bo'lmadi. O'sha uchun shunga qaramasdan boya aytib o'tdim, yigitlar barcha o'yinda imkon qadar borini berib o'ynashga harakat qildi. Baribir agar o'sha yengillik sezmasangiz o'yinda bu juda og'ir. O'sha hozirgi holat bo'yicha savolim bor edi o'zi. Nasaf elit ligada ishtirok etyapti, Super ligada o'ynayapti. Elit ligada eng kuchli jamoalar qatnashyapti. O'sha davlatning eng kuchli jamoalari. Nasaf elit ligada o'ynash uchun Toshkentga boryapti. Toshkentdan uchib ketyapti. Xuddi o'zi aytganda, qaytib kelyapti-da, Toshkentga kelib, Toshkentdan Qarshiga poyezdda kelib, 1 kun tiklanib, keyin boshqa viloyatga safar o'yiniga ketyapti. Bu qanaqa, misol jamoaga o'sha Qarshidan charter qo'yib berishdi yo bo'lmasam samolyotni ilojisi yo'qmidi? Yo'q, biz o'sha bitta o'yinni hozir siz nazarda tutdingiz, bu Navbahor mavsum oxirrog'ida edi. Navbahor o'yinini oldinmidi? Biz Emiratda o'ynadikda, qaytib kelib 5-kuni o'ynashimiz kerak edi. Qarshiga keldik. Biz maslahatlashdik bolalar bilan bu haqida. Sizlarga qayerda tayyorgarlik ko'rish osonroq? Toshkentda qolib, Toshkentda tayyorgarlik ko'rishimiz yoki Qarshiga kelib o'z qarorgohimizda. Ular ko'proq bu bazamizni ma'qul ko'rishadi-da. Toshkentda agar qolsangiz, sizga mehmonxonada bo'lishingiz kerak, mashg'ulotga qanaqadir qatnab yurishingiz kerak, tiklanish uchun ham qayergadir borishingiz kerak. O'sha uchun samolyot borligi uchun ertalab bu yoqqa qaytib kelganmiz, tayyorgarligimizni bu yerdan olib borganmiz. O'sha uchun ba'zida yigitlar bilan bu haqida maslahatlashamiz, murabbiylar bilan qaysi to'g'ri bo'lsa, o'shani ma'qul ko'rib, o'sha reja bo'yicha ishlaymiz. Yana bitta savol seleksiya borasida, oxirgi yillarda Super ligamizda legionerdan ko'ra mahalliy yaxshi saviyadagi futbolchilarni jamoaga jalb etish juda qiyin bo'lib qoldi va Nasafda ham ko'rinyapti. Milliy terma jamoa darajasidagi top darajadagi mahalliy futbolchilarni jamoaga jalb qilishda qiynalyapti. Mahalliy futbolchilarimiz ham yaxshi futbolchilarimizni talabi bemalol aytishimiz kerak. Hozir o'sha legionerlardan talabi ancha yuqorilab ketdi. O'sha siz aytadigan natijaga yaxshi ta'sir qiladigan o'yinchilarni taklif qilmoqchi bo'lsangiz,
olib kelinadigan legionerlardan ko'proq ularning talabi ko'proq bo'lyapti. O'sha uchun bu narsa ham oson amalga oshmayapti bu narsa. Buni o'zlaring ham yaxshi bilasizlar. O'sha uchun mahalliy yaxshi futbolchilarning ham talablari ancha yuqori bo'lib ketdi hozir. Boya Akmal Mazgavo haqida aytib o'tdingiz. Mazgavo o'sha Birlashgan Arab Amirliklari chempionatiga ko'chib o'tgandan keyin avvaliga boshlang'ich tarkibda harakat qildi. Hozir mana keyinchalik zaxiraga tushib qoldi va shunaqa xabarlar bor, futbolchi ortga qaytishi mumkin degan. Umuman Mazgavoyni Birlashgan Arab Amirliklari chempionatini tanlagan qarori haqida fikringiz? Boya aytib o'tdim, futbolchilarni ixtiyoriga qo'ygan edik, jamoa tanlashdi. Bu Akmal borishdan oldin ham jamoa Akmalga shu narsani aytganki, jamoa oldiga yaxshi maqsadlar qo'yiladi, o'rinlar uchun kurashadi degan gaplarni gapirgan ekan. Akmal bu qarorni qabul qildi. Jamoa legionerlarni kam olgani uchun yoki saviyasi yuqori darajadagi legionerlarni olmagani uchun o'sha natijalar boshida juda yomon bo'ldi. Menimcha hozir ozgina yaxshilangan bo'lishi mumkin. Akmal turgan gap, u terma jamoaning o'yinchisi hisoblanadi. Jahon chempionatigacha o'yin amaliyotiga ega bo'lish kerak. Bu qaytib kelish gaplar chiqishi bu tabiiy narsa, chunki futbolchi ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishni juda ham xohlaydi. Akmal biz Akmal bilan aloqadamiz. Agar bu narsa qaytadigan bo'lsa, albatta birinchi variant bu nasab bo'ladi Akmal uchun. Men bunga ishonaman. Lekin Akmal albatta u yaxshigina moliyaviy jihatdan yaxshi kontraktga ega. Buni ham yo'qotishni xohlamaydi. Uni nasaf to'ldirib berishga tayyormi o'sha moliyaviy taraflama hozir? Akmal hozir o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun balki qaysidir tarafdan ketishga ham balki rozidir bu narsachi. Akmal yoqda oladigan moliyaviy darajasini bizlarnikiga qilib berish juda qiyin masala-yu. Lekin futbolchi agar klub talabiga rozi bo'ladigan bo'lsa, bu amalga oshishi mumkin. Lekin o'ylamayman Akmal kontraktini yo'qotishni xohlamasa kerak. Bu ham muhim masalalardan biri-ku. Lekin Akmal uchun men bilaman, shu o'yin amaliyoti juda ham muhim. Birinchi o'rinda hozir o'yin amaliyoti. Birinchi o'rinda shu. Menimcha shu narsani o'ylayotgan bo'lsa, balki qaytish haqida fikri bordir. Futbolchilar bilan munosabatda qattiqqo'llik muhim yoki ishonch? Ikkalasi ham bo'lish kerak. Sizda qaysi biri ko'proq? Endi bilasizmi, bizni mentalitetimizni oladigan bo'lsak, ozgina qattiqqo'llik kerak bo'ladi bizni futbolchilarimizga. Futbolchilar boya aytib o'tdik, agar bir natijaga erishsa, taltayadigan holatlar bo'ladi. Bu yerda qayerdadir qattiqqo'lligingiz kerak bo'ladi. Lekin sizga ishonish kerak, siz avvalo ularga nisbatan adolatli bo'lishingiz kerak. Eng muhim narsa. Qanchalik ularga baqirmang, muloyim bo'lmang, lekin siz qayerdadir adolatsiz ishlayapsizmi, noto'g'ri qilyapsizmi, nimadir. Bu narsa o'sha hurmatingizni ham yo'qotasiz, jamoaning muhitiga ham ta'sir qiladigan narsa. O'sha uchun hamma narsani me'yorida olib borish kerak buni. To'g'ri, ularni kamsitishingiz kerak emas, haqorat qilishingiz kerak emas. Bu noto'g'ri narsa. Bu hech qanasiga qabul qilinmaydigan narsa. Siz agar bu narsani amalda ko'rsatadigan bo'lsangiz, siz murabbiy sifatida ham, inson sifatida ham u jamoani oldida umuman hurmatingizni yo'qotasiz. Lekin siz qattiqqo'llik qiling, mayli ularga jahldor bo'ling, lekin siz adolatli ishni olib boryapsizmi, to'g'ri yo'ldan olib boryapsizmi, shularni to'g'ri yo'lga boshlayapsizmi, ular sizdan hech qachon xafa bo'lmaydi. O'sha paytda xafa bo'lsa ham keyin tushunib yetadi. Tushunish kerak bu narsani. Siz to'g'rimisiz? Siz qanchalik qattiqqo'l bo'ling yoki talabchan bo'ling, buni to'g'ri qabul qilishadi. Lekin o'zingiz noto'g'ri ish qilib, o'zingiz adolatsizlik qilib, qayerdadir noma'qul ishlarni qilib, futbolchilarga qanchalik baqirasizmi yoki qanchalik jahldor bo'lasizmi, sizni u qabul qilmaydi bu narsa. O'sha uchun eng muhim jihat narsalardan biri narsa. O'sha uchun qayerdadir to'g'ri va mentalitetimiz haqida gapirdik. Bizni futbolchilarimizga har doim eslatib turishingiz kerak. Professionallikni, insoniylikni, o'sha ishga yondashuvni har doim. Chunki o'zimizda tez uzrab turadi, ana yulduzlik kasalligiga uchrab qolish yoki o'sha mehnatga, futbolga bo'lgan ikkinchi darajaga qo'yib qo'yish, shunaqa narsalar ko'p bizda bo'lib turadi.
lekin siz o'sha narsani uqtirib borsangiz, bu birinchi navbatda u uchun juda ham foydali narsada. Futbolchi uchun birinchi foydali narsa. Albatta siz jamoangiz uchun ham bu narsa kerak bo'ladi. O'sha uchun futbolchilarni bu tarafdan ko'proq o'sha tayyorgarlik ular bilan suhbat qilishga harakat qilamiz. Sizda o'sha murabbiy sifatida har qanday holatda ham siz hurmat qozonishingiz kerak bo'ladigan narsalar mana shu siz so'ragan narsangiz. O'yin davomida tezkor qaror qabul qilishda ko'proq nimalarga tayanasiz? Tezkor qabul qilish uchun o'sha vaziyatga siz to'g'ri yondashishingiz kerak bo'ladi. Siz nima zaxiraga egasiz? Qayerda nimanidir o'zgartirish kerak? Bu narsaga har doim tayyor turishingiz kerak. Siz mag'lubiyatga uchratyapsizmi, nimaga e'tibor qaratishingiz kerak? Yoki g'alaba qozonish kerakmi, nimadir qayerdadir tavakkal qilishingiz kerak bo'ladi. O'sha uchun bu narsani siz yaxshi his qilishingiz kerak, yaxshi sezishingiz kerak. Qayerdadir tavakkallikka borishingiz kerak, qayerdadir tartib saqlash kerak bo'ladi. O'sha uchun bu o'sha bilimingiz, ichki hissiyotingiz bu narsani o'sha qanchalik ishingizni yaxshi tushunishingiz mana shu narsalarga bog'liq narsa. O'sha uchun bu yerda sizdan o'sha bu his-tuyg'u yoki bir mahorat talab qilinadigan narsa. O'sha uchun bu mana shu narsalarga e'tibor qaratamiz ko'proq. Ro'ziquldiyevni eng yoqtirgan ikkita taktik sxemasi qaysi? Hozirgi futbol bilasizmi? Endi taktik sxema endi misol uchun doskadagi sxema. Endi doskadagi siz maketni xohlaganda joylab qo'yishingiz mumkin, lekin sxemani, lekin maydonda har xil holat bo'lishi mumkin. Qaysi sxemaga ishlashingizdan qat'iy nazar, bu narsa o'sha futbolchilaringizni nalichi futbolchi deydi-ku, o'sha sizni qaysisiga mos keladi. Siz o'sha paytga kelib qaysi sxemaga tayyor o'yinchilaringiz bor. Bu narsani ham bilishingiz kerak bo'ladi. Lekin hozir sxema haqida gapirdik. Ikkita sxema ham futbolimizda natija beryapti. Olaylik, Inter jamoasi necha yillardan beri o'sha klubida bu narsa shunchalik singib ketdi-ku, o'sha sxemadan voz kechmaydi. 3 ta himoyachi. Boshqa murabbiy kelsa ham sxema. Boshqa murabbiy kelsa ham o'shanga moslab murabbiylarni chaqiryapti. Shu narsaga e'tibor qaratdim. O'yinchilarni olsa ham shu narsaga. Men nima uchun bu sxemada ham jon borligini ular amalda ko'rsatib qo'ydi. Bu 2 yil oldin City bilan finalda o'ynadimi? 2 yil oldinmi? Undan oldingi yilimi? Yutqizishdi-yu, lekin taktik jihatdan, o'sha joylashuv jihatdan Citydan ancha yuqori o'yin ko'rsatdi-da ular. Lekin o'sha o'yinda City g'alaba qozondi, Rodri bitta uzoqdan tepib gol urdi-yu, lekin o'yin jihatdan bular juda ham o'sha taktik jihatdan kuchliroq harakat qildi deb o'ylayman. Lekin ko'p jamoalar o'sha 4-3-3 sxemasini ma'qul ko'radi. Qaysidir jamoalar o'sha tartibli o'ynab 4-4-2 sxemasini yaxshi o'ynashga harakat qiladi. Bu yerda o'sha futbolchilaringizni mahoratiga, futbolchilaringizni qanchalik tayyorgarligiga muhim jihat. O'sha uchun biz mana shu mavsumlarda qayerdadir futbolchimiz o'sha sxemaga bugungi o'yinimizda shu nalichi o'yinchilarimiz bormi? O'sha sxemani tayyorlashga harakat qilamiz. Lekin asosiy sxemangiz 4-3-3 bo'lishi mumkin. Lekin bu yil cheram borligi uchun biz 4-2-3-1 sxemasidan ko'proq foydalandik. Bu sxemada siz o'ynamoqchimisiz? O'sha mashg'ulotlarda ko'p bu narsa ustida ishlash kerak bo'ladi. O'sha uchun aytmoqchi bo'lganim, har bir sxemada ishlash uchun futbolda natija ko'rsatish uchun imkoniyat bor. Xo'p, tasavvur qilaylik, ikkita sxemadagi jamoat 4 ta himoyachi bor, ya'ni 4-3-3 va 5 tali. Ikkalasida ham murabbiy Ro'ziqulberdiyev va jamoadagi futbolchilar darajasi bir xil. Qaysi sxemadagi Berdiyev g'alaba qozonadi? Ikki xil sxemada o'ynasa. 5 ta bilanmi, 4 ta bilan? Bir xil futbolchilarga egamiz, darajada bir xil. Men tayyorgarlikka ko'proq o'sha paytda qaysi jamoaning tayyorgarligi yaxshiroq bo'lsa, o'sha menimcha. Plus yana bir bilasizmi, o'sha siz o'sha qanaqa strategiya tanlayapsiz o'sha o'yingachi? O'sha uchun o'sha 5 talikka qarshi siz qanaqadir moslashingiz kerak, o'sha 4-3-3 da yoki 4-2-3-1 da sxemasini. O'sha uchun bu yerda ishlanadigan jarayoni ko'p-da, o'sha uchun qaysi ustunlik berishi mumkin deya olmayman, chunki boya aytib o'tdim, ikkita sxemada ham jon bor. Ikkalasi ham natija berish mumkin. O'sha uchun bir yil bizda eslaringda bo'lsa, Aliqulov
Alibek Davronov, Umar Eshmuratov bor edi-da. Nima uchun 3 ta himoyachi o'ynaysizlar deydi. Bunaqa 3 ta himoyaching bo'lsa, 3 ta o'ynashing. Qaysi birini zaminda o'tirgizaman? O'ynatishing kerak-da. Yo Sherzod bilan Dilshod Saidov edi qanotda. 5 ta himoyachi o'ynayapsizlar degan fikrlarni ham bildiradi-da. Bunaqa o'yinchilaring bo'lsa foydalanishing kerak bu narsadan. Va undan siz o'sha paytda zo'r foydalangandingiz. Umar Eshmurodovni kerak bo'lsa teparoqqa chiqarardingiz. Vaqti kelsa Alqulov hujumda paydo bo'lar edi. Finalda Navbahor bilan Buxoroda o'ynaganimizda o'sha sxemadan foydalandikda, bu ish berdi o'shanda. Ish berdi, g'alaba qozonib, tarixiy g'alabaga qozongan edi o'shanda ham. O'sha uchun lekinchi o'sha sxemani siz mana bugun mana shu sxemada o'ynamoqchimisiz? Mashg'ulot jarayonida siz har bir zonada qanaqa harakat qilish kerak, buni o'sha singdirishingiz kerak. Yetqishingiz kerak. Siz fishka bilan 5-3-2 qo'yib qo'yingda, mana shunaqa o'ynaymiz desangiz, u bo'lmaydi. Uni bajarish uchun amalda ko'rsatishingiz kerak. O'sha vaziyatda qanaqa harakat qilish kerak, bu narsani futbolchilar mashg'ulot jarayonida bilib borish kerak. Qay paytda qayerda joylashish kerak. O'sha uchun bu ishlanadigan narsalarda bu. Yoki to'g'ri uchishingizni ham siz o'sha yigitlarga qanaqa bosim o'tkazmoqchisiz, yo himoyalanaganda qanaqa harakat qilish kerak, qayerda joylashgan, buni yetkazadigan jarayon. Endi bu albatta trenerlarning mahorati, bu trenerlardan talab qilinadigan narsa. Qaysi futbolchini jamoadan ketganini og'ir qabul qilgansiz? Bu jamoamizdan ko'p yaxshi o'yinchilar ketgan. Bir yil esingizda bo'lsa, Paxtakor jamoasiga 8 ta o'yinchimiz o'tib ketuvdi-da. 8 tami nechtadir jamoa Shota o'sha paytda-chi, bu qanaqa yo'qotish edi-da. Yo'qotish edi. O'shanda ham men eslayman, o'sha paytda biz oxirgi turda 4-0 yutdik-da, o'sha Paxtakor jamoasini. Tarkibimiz zo'r edi-da. Rahbariyatga boya savolingizga yana qaytsak ham bo'lar ekanda, rahbariyatga o'sha yili men aytdim. 3 ta o'yinchi qo'shaylik shu sostavga. Biz chempionlik uchun bemalol harakat qilamiz. Paxtakor qanchalik harakat qilmasa ham bizda imkoniyat bo'ladi dedik. Yo'q, bu narsa amalga oshmadi-da, qarang. O'shanda o'yinchilarimiz yo'qolib o'tib ketdi. Mana endi boya 15 yillik faoliyatga ana qilaylik-da. Shunaqa davrlar bo'ldiki, jamoa tushib ketmasa bo'ldi degan oldimizda maqsad ham bor edi. Shunchalik davrlar bo'ldiki, bu 1 yil emas, bu 2-3 yil bo'lgan davrlar ham bo'ldi. 5 oylik olmagan joylari bo'ldi-da. U yillari men qanaqa qilib medal yutib berishim kerakmi yo chempion bo'lib berishim kerakmi? Shunaqa faoliyat. Men o'zimiz fakt narsa, har yili yetakchilarimiz ketib qolardi. Tekinga ketib qolardi. Yoki buni to'xtatganda ko'tarasiga o'tib ketgan joylari bor-da. U jamoani o'sha holatga qaytarish uchun yana sizga 2 yil, 3 yil kerak. Biz o'shani tiklashga harakat qilardik. O'sha uchun oldimizda bir jiddiy maqsad, Kubokni yutinglar, chempion bo'linglar degan maqsad bo'lmagan ko'p yillarda. Ko'p yillari bo'lmagancha, mana Kubokni yutgan yillarimiz ham oldimizda Kubokni yutishing kerak, yutmasang bo'lmaydi, men senga sharoit deb qilib bergan joylari yo'q. O'sha uchun bu savolda kimgadir qiziqtiruv, lekin sal noo'rinlik savol ham bor-da bu yerda. Jamoamiz oldiga qachon o'sha maqsad qo'yildi? O'sha o'tgan yil aniq maqsad qo'yildi. Bu yil himoya qilinglar, imkon qadar himoya qilinglar degan gap bo'ldi. O'sha uchun shunaqa qiyinchilik davrda o'tkazgan joylarimiz bor. Buni bir kitob yozsa bo'ladi bu to'g'risida. Qachondir tugatgandan keyin shuni qanaqadir kitob qilish fikringiz bormi? Endi baribir bitta jamoada uzoq yil ishlagan murabbiylar juda kam-da, 13, 14, 15 yil ishlagan. Misol, bizda siz bo'lsangiz, Yevropada menimcha Simeone. Yaqinda Husan Temirov kitob yozdi. Endi bu yerda menimcha hamma narsa kiritilmagandir, lekin albatta bu narsani faoliyatimizni o'sha boshlagan paytimizdan yoki o'smirlik davrimizdan, yoshligimizdan eslasak, juda qiziqarli voqealar ko'p bo'lgan narsada. Hozirgi o'sha mansabdagi faoliyatimizda ham necha yillarda qancha qiziqarli o'yinlar o'tib ketdi. O'zimiz o'ynagan davrda ham shunaqa davrlar bo'lardi. Biz o'rin qachon olar ekanmiz yoki muxlislarimiz Kubokni qachon qo'lga kiritar ekanmiz degan davrlarni ham o'tib ketganmiz-da. Endi hozir shu davrga kelib qoldikki, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rinimizni qoniqtirmay qo'yapti-da. Bu yaxshilikka bu narsa. Jamoa darajasini o'sha Paxtakor qanaqa jamoa, mashhur jamoa edi. Paxtakor uchun
chempion bo'lmaslik har doim o'sha неудачный sezon bo'lardi. Nasafga ham shunaqa bo'lib qoldi deylikda endi. O'sha uchun daraja ancha yuqorilab ketdi. Klub tizim yaxshi ishlayapti. Klubning yana maqsadlari bor. Klubimizda oliy maqsadlar bo'laveradi. Menimcha Nasaf o'z darajasini yo'qotmaydi. Har doim hech bo'lmaganda o'sha medallar uchun kurashadigan jamoa har doim bo'lib turadi bu yerda. Chunki mana shu oxirgi bir hafta ichida biz akademiya bilan yana shug'ullandik. Akademiyani yuqori o'sha katta yoshdagi o'yinchilarni ko'rikdan o'tkazdik. Bir hafta mobaynida 3 ta o'yin o'tkazib, mashg'ulotlarni ko'rib, ularni o'rinbosarlarga bugungi mashg'ulotni ko'rdinglar. Akademiyani o'zidan bittasini oldik. O'sha uchun bu tizimni davom ettiraveramiz. Bu juda ham kerakli narsa. Ko'ribniroq qilib, ha? Bu bo'lyapti, bu. Boraver, uzunga oshirmaydi. Bor, Davron, bor. Davron yaqinroq. Shuqa normalni. Qara, to'pni yo'qotyapsan-da, to'pni yo'qot, to'xtab qolyapsan. Ha, bor qilgin. Ataka boshlamasin ular. Ochil o'rtaga kim? Shuqa o'zi. Adil. Yoqdan podachi bo'lsa, o'yinchini yo'qotmadasan, защитник sizlar. Bu har podachi gol bo'laversa bo'lmaydi u. 10 marta oldiga borganing bilan foydasi yo'q, bitta orqada qo'yib yuborsang. Bliже, yaqinroq kelinglar, yaqinroq. Ur, keyin mayli, to'xtatam. Ber, Oybek bo'ldi. Quvonch, to'pni olmasin, yaqinroq kelgin. Och. Akkurat. Xarosh, Sher, nazar. Ali, Shuqa, yaqinroq kelinglar, hech kim yo'q orqada. Yana o'ynav. Davron, Umarga yaqinroq bor, Davron. Aha, o'ynav. Ushlama. To'pni yo'qotma. Ro'ziqul aka, mana hozir mashg'ulotlarni yakunladinglar. Umuman mavsumning oxiri mashg'ulotlar qanaqa o'tyapti? Baribir futbolchilar jismonan charchagan holatda. Hozir holati yaxshi emas, chunki biz og'ir mavsumdan keyin ularga 12 kundan bergan edik. Bu kunlarda ular yana o'zi tushunasiz, yaxshigina dam olishgan. O'sha uchun hozir 3 kun atrofida ko'rdikki, yigitlar ancha jismoniy holatini ham, o'sha texnik tarafdan ham holati yaxshi emas. Biz shu maqsadda yig'ildik. Bu jarayonni to'g'rilashimiz kerak. Mana shu 23-da bo'ladigan o'yinga yigitlarni imkon qadar yaxshilar holatga olib kelishimiz kerak. Va ko'ryapmiz, tarkibda hali to'liq tarkib yig'ilmagan. Qolganlar qachon yetib keladi? Misol Dragon. Biz legionerlar bilan bu zborga chaqirmadik, to'g'risini aytsak. Dragon kelish kerak edi. Dragonning jarohati bor ekan. O'sha oxirgi o'yinlarda ham ukol bilan o'ynagani uchun hali ham davolayapman dedi. Biz bildikki, bu o'yinga u tayyor bo'la olmaydi. O'sha uchun chaqirishga qaror qilmadik. Qolgan yigitlar shu yerda legionerlardan tashqari. Barcha yigitlar, o'sha Olimpiya terma jamoasiga chaqirgan o'yinchilarimiz bor. Bahromov, Halilov, Ubaydullayev.
boshqalar hammasi hozir yig'inda qatnashyapti. Umumiy savol, umuman mashg'ulotlarda siz uchun eng qiyin narsa nima? Mashg'ulot jarayonida. Mashg'ulot jarayonida eng qiyinmi? Qiyinchilik tug'diradigan. Bu hozirgi paytlar emas, o'sha o'yinlarga tayyorgarlik jarayoningizda balki siz xohlagan narsani tushunmasa ba'zida bu sizni juda ham asabiylashtiradi, chunki yetkazishga harakat qilasiz o'sha narsani. O'sha paytda bu qaysidir tarafdan, ruhiy tarafdan sizga bu qiyinchilik tug'diradi. Albatta yigitlarning o'sha har bir o'yinga jismoniy holati yaxshi bo'lmasa, siz har qanday taktika tanlang yoki qanaqa futbol o'ynamoqchisiz, bu talabga javob bermagandan keyin jismoniy holati bu ham sizga bosh og'riq bo'ladi. Mana shu jihatlar juda ham og'ir bo'ladi ba'zi paytda. Nasaf mediasi ham yoritib boradi, doim ko'ramiz. O'zingizdan mashg'ulotlarda ishtirok etasiz. Hozir ham o'ynadingiz va ko'rinib turibdi, yutqizish juda yomon ko'rasiz ekan, chunki oxirida gol urmagunizcha tugamaydi dedingiz. Biz chempionat o'yinini hozir yutqizdik bularga. Endi Kubok o'yiniga bitta golgacha o'ynadik. Sudyalarning yordamida mana yutib oldik. Oxirida bitta penalti qo'yib berishdi. Sudyalarga rahmat. Keyin doim ko'raman, mashg'ulotlar har xil o'tadi-da. Sizda bir basketbol, bir voleybol o'ynaladi. Umuman mashg'ulot jarayonini yangilab borish qanchalik muhim bu? Endi biz shu narsani oldindan o'ylab rejalashtiramiz. Yigitlarni o'sha qaysi mashg'ulot olib borishimiz kerak, qanaqa mashg'ulot, qanaqa yuklama berishimiz kerak. Ba'zida o'sha har xil o'yinlar o'ynab turamiz, futboldan chetlashish uchun, futboldan chalg'ish uchun voleybol, basketbol o'yinlarini o'ynab turamiz. Bu faqat o'sha tiklanish jarayonida, o'yindan keyingi bo'ladigan jarayonlarda bo'ladigan holatlar. Lekin o'yinga kerakli paytda o'sha tayyorgarlik jarayonlarida jismoniy holatiga, taktik holatlarga, texnik holatlarga ko'proq e'tibor qaratamiz. Yana oxirgi savol, shunaqa futbolchilar mashg'ulotda o'zini zo'r ko'rsatadi-yu, o'yinga tushganda qo'pol qilib aytganda mandaraj bo'lib qoladi. Bu nimadan asosan? Bu ruhiy tayyorgarlik. Futbolchi o'zi sportsmen o'sha ruhiy tarafdan juda ham kuchli bo'lish kerak. Har qanday bosimga dosh berish kerak. O'sha uchun ba'zi bir o'yinchilarda bu narsa ko'rinib turadi. Mashg'ulot jarayonida juda ham yaxshi bajaradi, hamma narsani yengil qiladi. Maydonga chiqqanda bu o'sha bosimni his qilgandan keyin o'sha imkoniyatini chiqarib bera olmaydi sizga, siz kutgan narsani. Bu bo'ladi ba'zi bir holatda. Bu tajriba bilan sekin-sekin keladigan holatlar. Bunaqa futbolchilarda uchrab turadi, lekin bilamizki, o'sha imkoniyatini baribir chiqarib beradi qachondir. Endi shu yerda bitta savolda, medallar uchun kurashish bor, chempionlik uchun kurash. Oxirgi yillardagi natijalardan kelib chiqib, medallar uchun kurashish Ro'ziqul Berdiyevni plankasiga to'g'ri keladimi? Murabbiy sifatida. Men murabbiy sifatida mana masalan bu yilgi mana chempion bo'lmaganimiz uchun men o'zimni qo'ydim. Murabbiy sifatida men vazifamni bajara olmadim degan savolni o'zimga ham beryapman. Men o'zimga o'zim talabchanman. Albatta bir chempion bo'lganingizdan keyin o'shani o'ylab qolar ekansiz. O'sha uchun o'zim uchun albatta bu yil o'sha chempionlikni himoya qilish men murabbiy sifatida. Endi tasavvur qiling, keyingi yillar. Endi albatta bu narsa klubning siyosatiga, klubning imkoniyatiga bog'liq narsa. Rahbariyat qanaqa oldida maqsad qo'yadi, bu yilga vazifa qanaqa qo'yiladi. Bu klubga, menga bog'liq narsa emas, klubning rahbarlari tomonidan bu narsa ko'rsatib beriladi. O'zimga qolsa albatta o'sha eng yuqori o'rinlar uchun kurashadigan jamoa bo'lish kerak deb o'ylayman. Nimaga bu savolni berdim? Misol 14 yil deyapmiz. 14 yil davomida sizga turli jamoalardan takliflar bo'lgan, misol, hattoki mana bu yil mavsum yakunlanyapti. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Navbahor jamoasi sizga 2 marta taklif bilan chiqdi, lekin siz rad qildingiz. Bu yaqinda bo'ldi bu narsa. Menga endi nomlarini aytmayman, oldiga yuqori maqsadlarni qo'ygan 2 ta jamoa yaxshi taklif berdi. Men ularga shunaqa javob berdimki, men nasab bilanman, agar nasab bo'lmasa menga tanaffus kerak bo'ladi degan o'sha o'z fikrimni bildirdim. O'sha uchun oldin ham bo'lgan, hozir ham bu. Hozir endi ijtimoiy yashirib bo'lmay qoldi. Hozir har qanday taklif yoki har qanday gap so'z qayerda hamma joyda eshitilyapti. Haqiqiy oldiga yuqori maqsad qo'ygan 2 ta jamoa meni taklif qilishdi. Lekin ularga javobim mana shu bo'ldi. Xo'p, siz juda harakat qilgansiz mahalliy futbolchi, qaysidir mahalliy futbolchini olib kelishga, lekin haligacha Nasafga olib kela olmayapsiz. Shunaqa futbolchi bormi? Biz 3 yil Odilni qaytarmoqchi bo'ldik. Bu Paxtakor jamoasi Navbahorga o'tganda biz jiddiy taklif bilan chiqdik.
O'tgan yili mana Eronga ketishdan oldin ham biz Odilga yaxshi taklif bilan chiqdik. Odil juda ham maydonda foydasi ko'p tegadigan o'yinchida. U har bir jamoani menimcha har doim har qanday jamoani kuchaytiradigan futbolchi. O'sha uchun uni pozitsiyasi bizda o'yinchi yo'qligi uchun juda ham muhim edi. O'sha uchun Odilni ko'p qaytarishga urinib ko'rdik. Bunaqa futbolchilar bo'lgandir endi hozir hammasini eslolmayman, lekin esimga birinchi kelgan shu Odil bo'ldi deb o'ylayman. 14 yil davomida bitta jamoada ishlashi, ya'ni uzoq yil, plus va minus taraflar. Nimada? Uzoq yil bitta joyda ishlash. Bu tanaffus olmaysiz. Tanaffus olmaysiz, bu juda ham og'ir narsa. Bu kerakli narsa har bir murabbiy uchun. Lekin bir jamoada o'sha barqaror ishlab kelyapsizmi? Va albatta har bir murabbiy uchun bu juda ham kerakli narsa. Endi Nasafda oldin ham aytganman, nima uchun har bir men uchun murabbiy sifatida o'sha sharoitlarning borligi. Bu juda ham muhim narsa. O'sha uchun ishlash jarayoningizga, o'sha trenirovочный protsessiga yoki tiklanish jarayoniga uchun imkon qadar yaxshi sharoitlar yaratib berilgan. O'sha uchun bu juda ham muhim o'zim uchun murabbiy sifatida o'zim muhim. Lekin bu 14 yil jamoani bosh murabbiy, birinchi mas'uliyatli odam bo'lib ishlab kelish, bu juda ham o'sha har bir insonga ruhiy tarafdan ham ta'sir qiladigan narsa. Lekin ishimizdan zavq olamiz. O'sha uchun bu narsa ba'zida qiyinchiliklarni bartaraf qilib yuboradi. 14 yil davomida yutuqlar ko'p bo'ldi. Shu futbol orqasidan nimalar topdingiz, nimalar yo'qotdingiz? Mehr, shon shuhrat qozondik, insonlarni e'tiboriga tushdik. Men o'sgan joyda bu darajaga o'silib tug'ilgan joyimdan bu darajaga chiqish, bu juda og'ir mehnat, e'tibor talab qilinadigan narsa edi. Bu narsaga erishganimdan juda ham xursandman. Chunki oldingi intervyularimda ham aytganman, sharoitlar futbolchi bo'lib yoki futbolda katta yutuqlarga erishish uchun biz uzoqda bo'lgandek ko'rinardik-da. Juda ham katta futboldan uzoqda. Lekin o'sha narsaga erishdim, mehnat qildim. O'sha uchun bu narsa ko'p zavq baqlaydi. Bundan juda ham xursandman. O'sha oldimdagi maqsadimga erishdim qayerdadir. Futbolchilik emasdir, balki murabbiy sifatida ko'proq narsaga erishdim. Yo'qotganlaringiz? Yo'qotgan narsa endi futboldagi insonlar uchun yo'qotgan narsa juda ham ko'p. Bu oilangiz oldida juda ham kam bo'lasiz. Yaqinlaringiz bilan juda ham kam bo'lasiz. Ba'zida ko'p narsadan chetda qolib ketasiz. Qayerdadir o'sha vaqtida yonida bo'la olmay qolishingiz mumkin ba'zida. Bu narsa ham bir yo'qotishlardan biri deb bilaman. Menimcha shu narsalar ko'proq. Futbolchilarchi o'zi shu futbol biz sanab ko'ramiz ko'proq. Bir yil davomida oilasidan ko'proq uzoqda bo'ladi-da. Oilasi atrofida bo'lmaydi. Ko'proq jamoa bilan bo'ladi. Jamoa bilan bo'lasiz, jarayonda bo'lasiz, komandirovkada bo'lasiz. O'sha uchun g'alabadan keyin ko'proq yolg'iz qolishni xohlaysizmi yoki uni odamlar orasida nishonlash? G'alabadan keyin ham, mag'lubiyatdan keyin ham yolg'iz dam olishni juda ham xohlaysiz. Bu murabbiylar uchun ko'p uchun kerak narsa-da. Chunki siz o'yingacha, u natija emas, o'yingacha faqat jamoa bilan bo'lasiz. Fikriy xayolingiz o'yinda bo'ladi. O'sha stressda bo'lasiz, ko'p ruhiy tarafdan zo'riqish bo'ladi. O'sha uchun ba'zida hamma narsadan uzoqroq bo'lib dam olishga harakat qilasiz. O'sha uchun yolg'izlik ba'zida bilmadim, menga bu narsa ko'p qiladi. Ko'proq shu. Ba'zida yolg'iz qolib dam olishga yoki bir chalg'ishga harakat qilamiz ba'zida. Siz o'zbek futbolida siz ko'rgan eng katta va yo'qolib ketgan iqtidor kim? Yo'qolib ketdi demagan bo'lardim, bilasizmi? Men shunaqa futbolchilarni bilaman, o'z imkoniyatini chiqarib bera olmadi. Men bilardim, men akademiyamizdan chiqqan, o'zimiz ham qo'lim birga o'ynadim ham, Kenja To'rayev degan
hujumchi bo'lardi. Juda hujumchilarga mos iste'dodi bor edi. Uni Abramov juda ham yaxshi ko'rardi. O'sha uchun u ham jahon chempionatida qatnashdi-yu, lekin u tez futbolda tugatdi. O'sha menimcha terma jamoa darajasiga chiqadigan bir hujumchi. O'zi jussasi kichkina bo'lsa ham, lekin hujumda juda bir mukammalligi bor edi. Uni yoshligidan bilaman. Yoshligidan shu akademiyadan dublga olinganda ham bu narsani sezib turardik-da. Unda tezligi ham hujumchiga xos narsa, bu narsa bo'lardi. Qo'limda yana bir futbolchi menimcha haligacha o'ynab tursa bo'lardi. Bu Islom Rashidxonov degan futbolchi bo'lardi. U bizdan Navbahorga o'tdi. O'zi Namanganlik yigitda, dadasi ham futbolchi bo'lgan. Namanganga o'taylik deb o'sha tashabbus ko'rsatgan Namanganga bordi-da, o'shandan keyin unda pasayish bo'ldi. Men nima uchun uni eslayapman? Mana Aziz bilan, G'aniyev bilan, Odil Hamrabekov bilan bir pokoleniyada bular, Bobirlar bilan. Kenjaboyev ham bor edi. Kenjaboyev bu kiraydi. Yo'q, o'ynayotganingizda Rashidxonov bu yoqda, Kenjaboyev bu yoqda o'ynardi. Aziz o'rtada Odil bilan o'ynasa, u hujumchi ortida Islom o'ynardi, Rashidxonov. Eslayman, bitta o'yin biz Al-Saad bilan o'ynadik, 1-0 yutdik. Aziz G'aniyev penaltidan urdida. O'sha o'yinda u shunchalik yaxshi o'yin ko'rsatdiki, men to'g'risi o'sha o'yinni eslaymanda, shu Al-Saad jamoasi olib ketib qoladi-yu degan fikrgacha bordim-da o'zim. Shunchalik yaxshi o'ynadi Al-Saad jamoasi bilan. Aziz penaltidan 1-0 yutganmiz, yosh tarkibga egamiz-da. O'shanda o'sha o'zi potensialini yuqoriligini ko'rsatib berdi-da u. Shunchalik yaxshi o'ynadiki, jamoamizga ko'p yordami tegdi o'sha paytlarda, lekin nimagadir jamoani o'zgartiraman deb Namanganga bordi-da, orqaga ketdi. U ham iste'dodlarini o'sha ko'rsatib bera olmadi-da, o'z darajasiga chiqa olmadi. Ana ikkitasini ko'rsatdim desam bo'ladi. Yana kimlarni aytishim mumkin? Ana qo'limda yoshligida ko'p futbolchilar chiqdi-yu. Shohmalikni ham aytishim mumkin. Shohmalik Komilov hozir Navbahor jamoasida bu yil yomon harakat qilmadi-yu, lekin unda ham potensial yuqori. Juda bir narsalar bor-da unda, noyob narsalar bor. U o'sha standart bajarishlari yoki pas berishlari qayerdadir. Lekin kamchiliklari bor, o'ziga ba'zida shu narsani aytaylik, sen bu narsani to'g'rilashing kerak deb. Namangandagi faoliyati yomon bormadi-yu, lekin u ham o'sha o'z potensialini hali yuqorigacha chiqarib bera olmadi. Unda ham o'zicha lekin ko'p narsa bor. Bunaqa o'yinchilar bo'ladi. Aziz Xolmurodni aytishim mumkin. Men Shohmalikni, Azizni nima uchun bu yerda o'yirganman? Ular biz sababchi bo'lmadik ularning ketishiga-chi. Azizni men aytardim, potensiali juda katta Xolmurodovni. Uni olib turaylik, oldimizda maqsad borligi uchun, katta o'yinchilar borligi uchun u imkoniyat kam olyapti deb. Keyin jamoani o'zgartirishni xohladi. Zafar dadasi kelinglar imkoniyat beraylik deb aralashdi. O'sha uchun u Agemkaga o'tib ketdi-da. Unda ham ko'p narsa bor. Talantli bola u hamchi, lekin u ham hali potensialni to'liq o'sha yoritib ko'rsatib beradi. Hozir 4tasini sanab o'tdingiz, ikkitasida hali vaqti bor-da. Shohmalik bilan Xolmurodovda bor. O'sha uchun mana shunaqa futbolchilar, ba'zida bo'ladi o'sha dublda ishlaganimizda ham birinchi o'sha boshlagan paytlarimizda ham potensialli bolalar ko'rinardi. Bularning orasida ko'tarilib ketganlari albatta Odil darajasini o'stirib ketdi. Sayfiyev haqida ham endi ko'pchilik bilmasligi mumkin. Mashal jamoasidan ketkazib yuborgan uni. Biz dubl bilan ishlaganimda, dublda ham ishlaganimizda uni potensialini ko'rib, ko'p imkoniyat berdik-da. Darajasini ancha ko'tarib ketdi. Bunaqa ko'tarilganlari ham bor. Odil olaylik. Keyin yana bir narsani aytishim mumkin. Odilni dublda o'ynatganimizda Odil sentralniy защитник o'ynardi. Buni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Najmiddin Normurodov Bunyodkordagi u Odilni pozitsiyasida o'ynardi. Men dublda. Bunyodkorda teskarisi o'ynashdi. Keyinchalik ikkalasining pozitsiyasi o'zgarib ketdi. Sayfiyev защитник pas edi. Uni men ko'p Wenger o'ynatardim. Shundan qolib ketgan ekanda unda oldinda yaxshi. Mana bu uchalasini mana shu
ko'pchilik uchun bu yangilik bo'lishi mumkin-da. Sayfiyev chap qanot Wenger o'ynardi, Odil sentralni защитник o'ynardi, Najmiddin Normurodov tayanch yarim himoyachi o'ynardi. Najmda ham ko'p potensial bor edi. O'sha birinchi yillarda ikkita oyoqda ham yaxshi harakat qiladi, o'yinni yaxshi o'qiydi, kallada yaxshi udarlari zo'r edi. Lekin orada bir pasayish bo'lib ketdi Najmiddinda. Ancha pasayish bo'lib ketdi, birinchi ligalarda yurdi. Hozir Bunyodkorda yaxshigina foydasi tegyapti. Jamoasini hozir topdi, yaxshi. Murabbiy jamoani topdi. Hozir yoqtirgan o'sha potensial yuqori futbolchilar aytib o'tdik. Qaysi futbolchi bilan siz mashg'ulotda ishlashga qiynalgansiz? Mashg'ulotda. Endi qiyinchilik demagan bo'lardim. Men Kenjaboyevda ham individual mahorat O'zbekistonda eng kuchlilardan bittasida. Kenjaboyev Islom. Lekin siz taktik jihatdan unga ko'rsatma bersangiz, bu narsa unga ma'qul kelmasligi mumkin-da. Uni maydondachi erkin o'yinchi qilib qo'yishingiz kerak-da siz. Men shu narsa. Ba'zida talabiz unga qiziqmasa ham tuyulishi mumkin-da sizda. Lekin uni potensialini ham uni bilaman. O'sha birinchi yil chiqqanda biz Turkiyaga olib borib o'ynatdik-da, Kenjani 99-yil bo'lsa, 17 yoshmidi. Biz Ukrainani Karpati jamoasi bilan o'ynadik, 3-1 yutdik-da. Aziz o'ynayapti, Bobur o'ynayapti, Kenjaboyev ham chiqdi-da, yosh bolalar bular. Butun bir skautlar o'tirgan ekan tribunada. Hammasi Kenjaboyev bilan shartnoma tuzmoqchi-da. Qo'yinglar, endi boshlayapti degan joylarimiz bo'lganda. Shunaqa o'yin ko'rsatdi, endi u bilasizlar-ku, qochib ketishlari, dribling, tezlik, hammasi bor. O'ziga qaratish mumkin-da. O'shanda eslayman Kenjaboyevni ham. Boshida ham bizda yaxshi o'ynadi-yu, keyinchalik u jarohat bo'ldi. U o'sha xorijga borib faoliyatida ozgina bu narsa ham ta'sir qilgandir. Lekin uni ham potensiali juda yuqori deb bilaman. Lekin individual harakatlari. Uni individual harakatlari foyda keltirishi mumkin. Lekin jamoa sifatida ba'zida jamoaning o'yiniga kirishmasligi mumkin, bu taraflari bor lekin. Bitta o'yinda g'alaba va undan keyingi ketma-ket 2-3 o'yin o'zidan kuchsiz jamoaga mag'lub bo'lish, bu tizimli xatomi yoki ruhiyat bilan bog'liqmi? Ruhiyat bilan bog'liq bo'lsa kerak, menimcha. Bizda ham ba'zida shunaqa narsalar bo'lib turadi. O'zi azaldan shu narsa bor, Nasaf kuchlilar bilan yaxshi o'ynaydi, ba'zida kuchsizlarga yutqizib qo'yadi deganlar. Bu ruhiyatga ko'p narsa bor. Bu juda ham qiyin narsa-da bu mana shu murabbiylarga. Ba'zida siz kuchli jamoasiz, hammani mag'lubiyatga uchrab kelyapsizda, bir kuchsiz jamoa bilan ruhiy tayyorgarligini olib borish juda ham muammoli narsa-da. Qanchalik gapirmay ularga, lekin biladi, ana outsider. U turnir jadvalida oxirgi o'rinda, hammaga yutqizib kelyapti. Ichida u ana o'qimaydi, nima desam, o'yinga tayyorgarligini 100% olib bormaydi. Ertaga chiqib biz oson yutamiz deb. Maydonga chiqqaningizdan keyin siz o'zgartira olmaysiz. Mana o'yindan oldingi o'sha kayfiyatingizda yoki o'yindan oldingi tayyorgarligingizni, ruhiy tayyorgarligingizni o'zgartirish qiyin bo'ladi. O'sha uchun ba'zida qo'rqib turasiz-da mana shu holatda. Mana mensimaslik, o'sha maksimal harakat qilmaslik, yigitlarni o'ziga bo'lgan ishonchi ortib ketgani, bu narsa agar maydonga o'tib qolsa, bo'ldi, siz o'sha o'yinda juda ham ayanchli o'yin ko'rsatasiz-da. Mag'lubiyatga uchrab ham qolishingiz mumkin. O'yinni o'yin payti to'g'rilash qiyin bo'ladi. Juda ham qiyin. Mana shuni kuni kecha bo'lgan narsa, endi o'zim futbolni ko'rib turaman. Bavariya Mainz bilan o'ynayapti, 1-2 yutqizib turgan ekan. Undoq keyin Mainz ko'rga kirdimda, Mainz 5-o'ringa desam, oxirgi o'rinda ekan u. Kecha mana o'zida Bavariya. Bu narsa o'shalarga ham bo'lganda, bo'lmasa ular professional-ku. Bavariyaning o'yinchilari u har bir o'yinga jiddiy tayyorgarlik ko'radi. Lekin ruhan ichida shu narsa bo'lmagan shularda. Buning uchun Mainz bilan kecha necha o'ynab qo'ydimmi Bavariya? Oxirida Karel urib, oxirida urib ketdi. Bo'lmasa mag'lubiyatga ham uchrab qolardi. O'sha uchun juda qiyin narsa-da, mana shu narsa. Murabbiylar uchun bosh og'riq bu narsa. Siz mediada o'sha faol nomi ko'p keltiriladigan murabbiylardan bittasisiz. Shu faoliyatingiz davomida siz haqingizda shakllangan eng noto'g'ri fikr qaysi bo'lgan? Yo'q, fikrlarni o'zi ko'p, men bilasizki, mediani ko'p kuzatmayman, lekin har xil fikrlar. Eshitasiz. Har xil fikrlar bo'lishi mumkin. Lekin aniq narsani bilmayman. Ba'zida lekin bizga yoqmaydigan narsa, ba'zida haqorat, tuhmatlar ham bo'lib turadi-da, har xil narsalarni gapiribchi.
Bu juda ham noto'g'ri deb bilaman, chunki sizni qanaqa ishlayotganingizni jamoada to'g'ri biladi. Futbolchilar biladi. Futbol dunyosidagi insonlar biladi sizni qanchalik. Boya aytib o'tdim, siz qanaqa ishlashingiz kerak, siz uchun yaxshi fikrda bo'lish uchun. Endi to'g'ri, natijaga mas'uliyatli bo'lganingizdan keyin har xil fikrlar jaranglaydi-yu, lekin o'sha ba'zida bizga yoqmaydigan taraflari ham ba'zida bo'lib turadi. Lekin aniq bir fikrda ayta olmayman. Meni qayerdadir bunda ayblaydi debdi. Shuning uchun bilmadim bu narsani. Baribir o'sha intervyu kelgan hamma mehmonlarimiz agar o'zimiz futbolimiz haqida barcha haqiqatlarni ayta olmaydi. Agar siz o'z haqiqatlaringizni aytganingizda futbolda nimalar o'zgarib ketardi? Bizda aytish imkoniyati bor. Bu narsani hech kim yashirmaydi-yu. Oldinlari masalan aytilardi, kelishilgan o'yinlar bo'pti debdi, lekin balki bo'lgan bo'lishi mumkin-u, lekin men ishonch bilan aytaman, oxirgi 10 yildan ham balki kamroqdir, ko'pdir-u, lekin futbolimizga o'sha adolat bo'ldi. Futbolimizga bu narsa kirib keldi. O'ylaymanki, bu oldingi bo'lgan narsalar hozir bo'layotgani yo'q. Bu narsani futbolda ichidagi narsa inson sifatida bemalol aytib olaman. O'sha uchun qayerdadir bunaqa noto'g'ri narsalar bo'ladigan bo'lsa, bilmadim. Bu haqida hech kim bu haqida hech kim gapirmadi ham, yo bo'ladiganini ishonib hech kim gapirmadi. Chunki hammaga gapirishga imkoniyat bor. Agar sababini bilsa, bu inson bu narsani aytishi mumkin. O'sha uchun men hammani ishontirib aytishim mumkin. Futbolimizda hozir o'sha tozalik, o'sha shaffoflik borligi uchun futbolimiz jahon chempionatiga chiqyapmiz, olimpiadaga boryapmiz. Futbolchilarimiz saviyasi ancha o'sib ketdi. O'sha uchun bu futbolimizga mana shu adolatni o'rnatilgani menimcha o'sha o'sishimizga asosiy sabablardan biri shu narsa bo'ldi. Futbolimiz darajasini qarang qanchalik. Oldin o'sha o'yin oldin bilinardi, mana bu jamoa g'alaba qozondi. Hozir bilmaysiz qaysi jamoa g'alaba qozonadi, qayerdadir yo'qotish bo'ladi debdi. O'sha uchun ichimizdagi futbolimizdagi daraja ancha o'sib ketdi. Bu narsa o'sha raqobatlash, toza o'yinlar borligi uchunda. Mening fikrim shu. Agar qayerdadir men bilgan narsam bo'lsa, men to'g'risini aytishim mumkin. Bu savolimga javob oldim. Yana futbolimizdagi bir narsa shu oxirgi yillarda baribir kuzatilyapti. Qaysi ma'noda kamaygandir ham, lekin sizlarga bu narsa ko'proq tuyuladi. Vaqt cho'zish. Yotib olish o'yin davomida. Bilasizmi, o'zi futbolgacha natijaga bizda mana shu oxirgi yillarda jamoalarimiz natija uchun o'sha yaxshi futboldan ham, chiroyli futboldan ham oldin ham bu gapimni aytdim-da, kechib boryapti-da. O'sha uchun natija uchun hamma narsaga borishyapti hozir. Chunki birinchi o'ringa natijani qo'yadigan bo'lib qoldi. Lekin e'tibor qilinglar, bir narsa haqiqatda futbolimizda o'sha zrelishni deydi-yu, o'sha narsa nima deyiladi? Chiroylilik, joziba yo'qolib boryapti. Misol avval aytilardi, bizning futbol texnik chiroyli, misol Qozog'iston futboli jismoniy holatga tayangan, Eronniki shunaqa. Oxirgilarda bizniki ham shularga o'xshab qolyapti. Bizlar ham tartibli o'ynaydigan bo'lib qoldik-da. Tartibli, natija uchun o'ynaydigan, xato qilmasak bo'ldi degan o'sha tartibli o'yinga o'tib qoldik. Men hozir mana o'zimizdan fakt, mana sxemani ham yaxshi bilyapsiz. O'zbekistonda hozir 16 ta komanda bo'lsa, 11 ta 12 tasi o'sha 5 talik himoyachiga o'tib olgan. Shunaqami? 4 ta boshlagani ham o'yin davomida 5 taga o'tyapti. 5 taga o'tib ketyapti-da. Keyin mana ba'zida bizga ham, menga ham savol beryapti ba'zida. Siz oldingi futboldagi qarashlaringiz yo'qolgan jamoangizda deyapti-da. Ochiq futbol, kombinatsion futbol, pressing futbol o'sha narsa bizda bo'lardi-da. Hozir endi buni ta'kidlab o'tasiz, siz mana taktik jihatdan ham yaxshi tushunyapsiz. Hozir biz hech bir jamoa biz bilan pressing qilishimizni biladi-da, yuqori bosim qilishimizni. Pas bilan chiqishga harakat qilmayapti. Uzun paslarga o'tib ketyapti. Uzun pas. Siz hech qanaqa o'zi pressing qilishga ham imkoniyatingiz qolmaydi. Darvozadan olib oldiga tepadi, o'sha yerda kurash bo'ladi. Bu narsa. Ikkinchidan, kombinatsion futbol deylik. Oldida ba'zi bir o'yinchi jamoalar keldi, 8 talab himoyaga o'tib olyapti. Siz qanaqa kombinatsiya qilishingiz mumkin? Qanaqa kombinatsiya qilishingiz mumkin? Bu narsani ham amalga oshirmaysiz. Bu narsaga ham endi o'sha uchun o'tgan yilgi o'yinlarimiz, chempion bo'lgan o'yinlarimiz ba'zida bu narsa o'zim ham ta'kidlab o'tganman.
ikkinchi darajali ham bo'lib o'ynagan o'yinlarimiz juda ham ko'p bo'ldi-da. Chunki himoyani ozgina himoyasini ochishimiz kerak. Raqibni sal o'sha hujumga e'tiborni qaratishimiz kerak joylar bo'lganda. O'zi bizda shunaqa ehtiyotkor himoyaga tayangan jamoalar oxirgi 2 yilda misol chempion bo'ldi. Nasaf ham vaqti kelsa shunaqa o'ynadi, Neftchi mavsum davomida shunaqa o'ynadi. Bu narsa mana natija ham beryapti-da. O'sha uchun nafaqat chempionlik uchun, balki boshqa jamoalar ham mana shu narsaga e'tibor qaratib qo'ydi-da. O'sha uchun mana bu zrelish o'sha joziba bir narsalar yo'qolib boryapti futbolimizga-da. Oldin Italiya futboli ko'rib bo'lmaydi, ko'rimsiz, zerikarli degan narsa bo'lardi. Ba'zi bu bizda ham shu narsa bo'lyapti-da. Hozir bunday hisoblasak, Paxtakor ham ba'zi bir o'yinlarda 5 talik himoyachi o'ynadi. Ba'zi bo'ldi-da, ba'zida o'yinlarda. Endi Paxtakor baribir hujumga e'tibor qaratigan jamoa. Surxon jamoasi o'z sxemasidan kechgani yo'q. Agemka ham qayerdadir 5 talik o'ynadi. Agemka mavsum boshida 5 talik ham o'ynadi. 5 talik ham o'ynadi-da. Biz ham o'ynadik-da. Bu narsa nima uchun? Natija uchun birinchi o'rinda natija ekanda. O'sha uchun mana shu bizning futbolimizga ham shu tendensiya kirib boryapti-da. Va bu misol hozir natija beryapti. Keyinchalik bizda o'sha texnichniy individual tarzda yorib kiradigan futbolchilarni kamayib ketishiga olib kelmaydi. Misol men asosiy jamoa shunaqa o'ynayapti. Keyinchalik o'rinbosarlar ham natija uchun shunaqa o'ynasa, bu o'sha uni yo'qotadi jozibani. Bu o'sha siz aytganingizdek futbolimiz bora-bora zerikarli ham bo'lib qolishi mumkin-da. Lekin bir narsani bilamiz, o'zbek futbolchilari shunaqaki, hujumkorlikni yaxshi ko'radi baribirchi. O'sha uchun himoya emas, hujumga o'tib ketaveraman degan narsa bizda bor narsa, bu qonimizda bor narsa. Hujum qilishni yoqtiradi. Baribir qachonlardir bu o'sha o'zimiz xohlagan futbolga qaytaveramiz biz. Biz baribir Italiya futboli, Angliya futbolini o'ynamaymiz. Biz o'sha texnikaga tayangan, tezlikka tayangan futbolni biz baribir o'ynaveramiz. Futbolchilarimiz shunga ko'proq moyilligi bor bizda futbolchilarimizda. Lekin rahbariyat baribir natijani qo'yib tursa, bu narsa ta'sir qilishi bu tabiiy hol. Men bitta fikr podkastda ham aytdim. Men shunaqa kelajak kutuvimda, misol Nasafdan mana yillar davomida chempionlikka tayyorlanib keldi. Misol avvallari o'zingiz ham aytib o'tdingiz, futbolchilar ketib qolardi, olib qola olmasdik deb. Oxirgi yillar olib qolindi hamma yetakchilar va Nasaf chempion bo'ldi va bu yil ham yaxshi kurash olib bordi oxirigacha. Misol keyingi yil ham yana o'sha yetakchilarni saqlab qolib, yaxshi darajadagi futbolchilarni olib kelib chempionlik uchun talashadi deb turgan paytimda hozir mana jamoa yetakchilari ketib qolyapti va shunday xabarlar chiqyaptiki, Nasaf kelasi yildan yana ko'proq yoshlarga e'tibor beradi va yana avvalgi anaqaga qaytib qolyapti-da Nasaf. Klub baribir o'z siyosati bo'ladi. Klub boya aytib o'tdim, klubimiz rahbariyati, viloyatimiz rahbariyati futbolda yaxshi tushunadigan insonlar. Futbolimizni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar, futbolimiz uchun sharoit yaratib beradigan insonlar. Bu insonlar ham aniq bilaman, o'sha pastki o'rinlarga ko'nmaydigan insonlar. O'sha uchun ishontirib aytaman, Nasaf jamoasi kurashadigan, yuqori o'rinlarga kurashadigan o'yin jamoa bo'ladi baribir. Chunki bizning rejamizda ham bor, agar bu narsalar albatta amalga oshsa, bizda kastyak bo'ladi. Kastyak bo'ladi, agar qaysidir o'yinchi jamoamizni tark etadigan bo'lsa ham yoki yoshlardan yoki o'sha kastyak dedim, o'shaga munosib o'yinchilarni topishga albatta harakat qiladi. Demak, bir qadam orqa, ikki qadam oldinga yoshlarimizga ham biz endi nima uchun yoshlarga deyapmiz? Oxirgi 2 yilda kam e'tibor qildik. 2 yilda olaylik bitta Bahromovni chiqardik hozir. Undan oldingisi Zafar Murod, Zafar, Alibek, Husaynlar chiquvdi undan oldingi yillar. Mana 3-4 ta bo'lgan. Lekin o'tgan yil, oxirgi yilda bitta chiqardik hozirda. Bitta 1,5 ta kimdir bo'lgandirda. Lekin bu yil yana ham sal ko'paytirishimiz kerak e'tiborga. Chunki olimpiyskiy vozirist o'yinchilariga ko'proq e'tibor qaratyapmiz. Hozir o'sha uchun mana Bahromovlar o'sha olimpiya terma jamoasiga aniq a'zosi bo'lyapti. Biz bir nechta o'yinchimizni mobil o'ziga berganmiz. Ular ham olimpiya biz Nasaf jamoasidan qatnashmayapti-da, olimpik, lekin bizning o'yinchilarimiz hisoblanadi. Hozir Ravshan aka Haydarov bilan ham yaxshi aloqadamiz. O'sha qaysi pozitsiyada qanaqa o'yinchilar bor degan suhbatlarni har doim so'rab turadi. Hozirgi yig'inda ham jamoamiz 3 ta a'zosi qatnashyapti. O'sha uchun bularga ham e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Shu
3 yil davomida Nasaf jamoasida yosh futbolchilarni paydo bo'lmagani bu o'sha natija birinchi o'ringa qo'yilganimi yoki chindan ham oxirgi yillarda Nasaf akademiyasida yarq etib porlagan iqtidorlar kamayib ketganmidi? Bu birinchi maqsadimiz o'sha katta o'yinchilarga tayanganimiz. Katta o'yinchilar bo'lganingizdan keyin albatta o'shalarni o'ynatishga ko'proq harakat qilasiz. Bu maqsadimiz yuqori bo'lgani uchun birinchi sabablaridan biri. Ta'kidlashimiz kerak, o'sha akademiyamiz ham faoliyatida balki ozgina pasayish bo'lgandir. Chunki bu narsani o'zimiz ham ko'ryapmiz. Ularning natijasi ham o'sha katta yoshdagi natijalari biz kutgandek darajada bo'lmadi. Yoki o'rinbosarlarimizdagi natija ham kutgan darajada bo'lmadi. O'sha uchun bu haqida klubimiz rahbariyati bosh qotiryapti. Buni yaxshilashimiz kerak. Bunga chuqurroq e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi ikkita savolim, qachondir Nasafdan ketish haqida o'ylagansiz va uni qanaqa tasavvur qilasiz? Yo'q, men Nasafni mansiz yoki menimcha Nasafga ham men juda kerakli mutaxassis deb o'zim bilaman. O'sha uchun bu haqida ko'p o'ylamaganman. Lekin oxirgi yillarda shunaqa bir o'zimda ham fikr bo'ldi, agar qayerdadir tanaffus ham olishim kerak edi. Bu narsa haqida ham ko'p o'yladim, lekin jamoa rahbariyati men jamoa uchun kerakligimni yordamim ularga juda zarurligini bilganim uchun hech qachon ularga yo'q demayman. O'sha uchun bu jamoa uchun qancha nima kerak bo'lsa yordamga tayyormiz. Endi oxirgisi, murabbiy sifatida sizni qanday xotira bilan eslashlarini xohlaysiz? Har doim natija bo'ladi. Natijani birinchi o'ringa qo'yadi. Siz o'sha 100 yildan keyin ham nima natija bergansiz? Murabbiy sifatida nima natija bergansiz? Bu birinchi o'rinda turadi degan narsa. Nasafga birinchi chempionlikni olib bergan. Albatta, barcha natijalaringiz o'sha qachonlardir baribir hisob-kitob qilinadi bu narsa. O'sha uchun birinchi eslanadigan narsa bizni Nasaf jamoasida men u kuni hisoblab chiqdik. Bizgacha ham 20 ga yaqin, 20 dan ko'p murabbiy ishlagan ekan. Murabbiy ishlagan ekan. Bittasida faqat Demyankada bitta natija bo'lgan ekan. O'sha uchun mana Demyanka nima, o'sha Afrika bilan biz eslaymiz. Ertaga bizni ham mana shu natija bilan eslaydi. O'sha uchun natija birinchi o'rinda. Albatta o'sha klubga vijdonan yondashyapsizmi, boringizni berib ishlayapsizmi? Bu narsa sizda yaxshi inson sifatida, yaxshi mutaxassis sifatida albatta bu eng menimcha yaxshi taraflaridan biri eslash. Ro'ziqul aka, maroqli suhbat uchun rahmat. Men o'zim bergan barcha savollarga javob oldim. Sizga kattakon rahmat. Ijodlarga rivoj, sog' salomat yuringlar. Futbolimiz rivojiga katta hissa qo'shyapsizlar. Undan keyin ham shu yo'nalishda davom etinglar. Ishlarga rivoj deb qolamiz. Rahmat kattakon. Barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklaymiz. 2025-yilda erisha olmagan orzularingizga, niyatlaringizga 2026-yilda erishinglar. Xayr, sog' va salomat bo'ling. Katta rahmat.